Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan iplarni tandalash va ularning turlari haqida gaplashamiz. Tandalash jarayonidan maqsad ma'lum sondagi tanda iplarni kerakli enlikda tanda yoki to'quv g'altagiga o'rash. Tandalash jarayonida konusimon yoki silindrsimon bobinalardan ayrim holatlarda aylanuvchi g'altakchalardan ham iplar tanda yoki to'quv g'altagiga o'raladi. Tandalash jarayonida tandaning shakllanishi boshlanadi va unga quyidagi talablar qo'yiladi. Ipning fizik-mexanik xususiyatlari buzilmasligi lozim. Ip tarangligi barcha iplar uchun bir xil va jarayon davomida ravon bo'lishi kerak. Olingan o'rama yuzasi tekis, silindrsimon bo'lishi lozim. Olingan o'ramadagi ip uzunligi aniq belgilangan miqdorda bo'lishi kerak. Jarayon unumdorligi yuqori, chiqindilar kam bo'lishi kerak. Tandalash jarayoni juda mas'uliyatli va muhim jarayon hisoblanib, bu jarayonda yo'l qo'yiladigan nuqson va kamchiliklarni keyingi jarayonlarda yo'qotib bo'lmaydi. Tandalash jarayoni davomida iplarning tarangligi, o'rama zichiligi va shakli har xil bo'lmasligini ta'minlash va uning oldini olish muhim hisoblanadi. Tandalanayotgan ip turi va qabul qilingan texnologiyaga qarab tandalashning quyidagi usullari mavjud. Guruhlab tandalash, piltalab tandalash, seksilab tandalash va libitlab tandalash. Paxta, zig'ir, jun va ba'zi ipak iplarni tandalashda guruhlab tandalash usuli qo'llaniladi. Ko'p rangli va ko'p sonli tanda iplari hamda ipak va jun iplarni tandalashda piltalab tandalash usuli qo'llaniladi. Hozirgi vaqtda guruhlab tandalash usulining unumdorligi yuqori hisoblanadi. Asosan guruhlab tandalash paxta, jun, turli kimyoviy iplar, sun'iy va sintetik ipak iplari va rangli tanda tayyorlashda qo'llaniladi. Guruhlab tandalash usulida iplar tandalash romidan tanda g'altagiga o'raladi. Odatda to'quv g'altagida bir necha ming, gohida 10 mingdan ortiq tanda iplari bo'ladi. Tandalash romiga esa ko'pi bilan 1000 tagacha, maxsus romlarda esa 2000 tagacha bobina qo'yish mumkin. Shu sababli bitta to'quv g'altagi olish uchun bir nechta tanda g'altagi kerak bo'ladi. Mana shu kerak bo'lgan tanda g'altaklari guruh deb ataladi. Tandalash romlari o'ramalarda joylashtirish va undan ipni chuvatish uchun xizmat qiladi. Bobinalardan mahkam tutish, iplarning oson chuvalib chiqishi va nazorat qilish uchun qulay ip bo'lishligi, ip tarangligi jarayon davomida bir xil bo'lishi va markaziy rostlanishi, bobinalarga xizmat ko'rsatishi qulay bo'lishi kerak. Tandalash romlaridan iplar qo'zg'almas va aylanuvchi o'ramalardan chuvatib olinadi. Aylanuvchi o'ramalardan g'altakchalarni aylantirish orqali iplar chuvatib olinadi. Ip tarangligi g'altakcha va tutgich o'g'u o'rtasida ishqalanish hisobiga hosil qilinadi. Barcha tandalash romlari quyidagi moslamalar bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni bobina tutgich. Bunda bobinalarni romdan ushlab turishga xizmat qiladi. Ip yo'naltirgich iplarni yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Taranglovchi moslama kerakli va me'yoriy taranglikni hosil qilish uchun. Ip tozalash moslamasi ipdagi ayrim nuqsonlarni bartaraf etish uchun. Havoni purkash moslamasi ipdan chang va iflosliklarni chiqarib tashlash uchun. Mashinani to'xtatuvchi ip uzilsa, mashinani to'xtatish uchun xizmat qiladi. Xabar berish chiroqlari esa ip uzilsa va mashina to'xtasa yonib turadi. Tandalash romlarining quyidagi turlari mavjud. V-simon rom, to'g'ri burchakli rom, aravachali rom, uzluksiz zanjirli rom, kasetali rom, avtomatik rom va maxsus romlardir. Rom tuzilishi bo'yicha V-simon rom shaklda bo'ladi. Rom asosi va bobinalar tutgichi yog'ochdan ishlangan. Yuqorida joylashgan bobinalardan boshlab pastki bobinalarning barchasi mashina markazi tomon yo'naltiriladi. Yog'och asoslar tomonlari markazga nisbatan V-shimon shaklda o'rnatiladi. Bobinalarning bunday shaklda o'rnatilishi ularning chuvalib chiqishini yengillashtirib, bir-biri bilan chalkashib ketishini oldini oladi. To'g'ri burchakli rom esa rom to'g'ri burchakli shaklda bo'ladi. Romga bobinalar gorizontal holatda o'rnatiladi. O'rnatilayotgan bobinalar soniga to'quv g'altagidagi tanda iplar soniga bog'liq. Qaram rom
qarab romni kattaroq yoki kichikroq bo'lishi mumkin. Har bir asos ip yo'naltirgich signal lampasi taranglovchi moslamalar bilan jihozlangan bo'ladi. Bunday romlar tezligi past tandalash mashinalarida qo'llaniladi. Aravachali rom. Rom aravachali yoki harakatlanuvchi bobinalar joylashtiruvchi elementlardan tashkil topgan. Har bir aravachada ustunlari va qatorlar bo'lib, iplar ularning o'qi bo'ylab harakatlanadi. Taranglovchi moslama qo'zg'aluvchan bo'lib, u bobinaga nisbatan muvofiq joylashtiriladi. Aravachali romni qayta o'rash jarayonida taxtlash mumkin. Bu esa taxtlash bobinalarni yetkazib berish vaqtini kamaytirish, qo'shimcha aravachalar talab etadi va natijada bunday romdan foydalanish samarasi past bo'ladi. Uzluksiz zanjirli rom. Bunday romni birinchi marta Barber Coleman AQSh kompaniyasi foydalana boshlangan. Romning ikki tomondagi asoslari markazga nisbatan o'tkir burchak ostida joylashgan. Romning ichkari tomonida bobinlar o'rnatiladi va zanjirli uzatmalar harakatlanib tashqi tomonga o'tkaziladi. Ipni chuvatishdan tashqari tomondan amalga oshiriladi. Tugagan bobinalarni almashtirish qisqa vaqt ichida bajariladi. Rom oralig'ida zaxira bobinalar uchun maydon bor. Uzluksiz zanjirli rom tandalash jarayonini yuqori tezlikda amalga oshirish imkoniyatini beradi. Rom yordamida juda kichik taranglik ostida 6 dan 100 gacha bo'lgan yigirilgan iplarni tandalash mumkin. Har qanday bobinani o'rnatish imkoniyati mavjud. Rom to'liq kompyuterli nazorat boshqaruv tizimiga ega. Kassetali romda iplar uzluksiz ravishda ta'minlanib, tandalash romga ikkita bobina o'rnatiladi. Birinchi bobina ishchi bobina deyiladi va undagi ip oxirini ikkinchi zaxira bobinadagi ip uchiga bog'lab qo'yiladi. Bu slaydda esa guruhlab tandalash mashinalarining texnologik sxemasi keltirilgan. Quyida guruhlab ip tandalash romiga o'rnatilgan bobina, ip chuvalib chiqib, balon so'ndirgich, 2 taranglovchi moslama, ip yo'naltirgich, keramik yo'naltirgich, to'xtagich, tig', ajratuvchi chiviqlar, o'lchash roligi, zichlash valigi orqali o'tib, tanda g'altagiga o'raladi. O'ramadagi kerakli zichlikni zichlash valigi tanda g'altagiga bo'lgan bosim kuchini o'zgartirish yo'li bilan rostlanadi. Guruhlab tandalash mashinalarining zamonaviy mashinalarda o'ram zichlikni butun jarayon davomida bir me'yordan saqlab turish, takomillashtirilgan pnevmatik zichlash mexanizmlari qo'llanmoqda. O'rama diametri ortgan sari zichlash kuchi ham mos ravishda o'zgarib boradi va natijada o'ram yuzasi silindrsimon bo'ladi. Bu slaydda esa Benninger tandalash mashinasidagi tanda ipini taxtlash sxemasi keltirilgan. Bu yerda 1 tandalash jarayonining umumiy ko'rinishi, 2 tandalash romining ko'rinishi, 3 tandalash mashinasining ko'rinishi, 4 bobina, 5 tanda ipi, 6 taranglovchi moslama, 7 ip nazoratchisi, 8 jamlash moslamasi, 9 naq tig'i, 10 pilta, 11 jamlangan tanda iplari, 12 yo'naltiruvchi valik, 13 tandalash barabani, 14 umumiy tanda iplari, 15 to'quv g'altagi, 16 boshqaruv qurilmasi, 17 avtomatik boshqaruv tizimi, 18 monitor, 19 kompyuter, 20 kiritish qurilmasi, 21 uzatish simlari, 22 esa ishchi, 23 ajratish chiviqlari bilan belgilangan. Piltalar tandalash usulida belgilangan piltalar soni navbat bilan tandalash barabaniga o'riladi. O'ralgan ip uzunligi to'quv g'altagidagi ip uzunligiga teng bo'lishi kerak. So'ngra barcha piltalar bir vaqtning o'zida tandalash barabanidan to'quv g'altagiga qayta o'riladi. Quyidagi hollarda piltalab tandalash usuli qo'llaniladi. Ipak va shoyi matolar to'qishda, jun matolar to'qishda, kichik guruhli tanda g'altaklarini qayta ishlashda, ko'p rangli va murakkab raportli tanda iplarini tayyorlashda. Bugungi ajratilgan mavzumiz shundan iborat edi. Keyingi darsimizda ohorlash haqida gaplashamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.